Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun avtomobilda bo'lgan nozik mexanizmlardan biri avtomat korotka ustasi Zikrullo ukamiz oldiga keldik va bugun o'rganib chiqamiz. Zikrullo, mana shu avtomat korotka sohasida necha yildan beri xizmat qilasan? Avtomat korobka sohasiga kirib kelganimizga xudo xohlasa 7-yilni boshladik. Mana shu avtomat korotka tuzatish bo'yicha ish jarayonida bir qanaqandir bir muammolar bormi? Muammolar bo'lib turadi. Har xil muammo. Endi bizadagi muammo ko'pincha mijozlar bilan vaqtini kelisha olmay qolishimiz mumkin. Ko'pchilik tez bitishini xohlaydi, to'liq qila olmay qolishimiz mumkin yoki qaysidir joyda chalib qolishimiz mumkin. Shoshilgan ishda ozgina bir muammo bo'ladi. Narx solishtirishi bor. Palon joyda palon summaga qilinyapti deydi. Mana shu avtomat korotkasi bor shofyorlarimiz, haydovchilarimizga bir qanaqandir bir tavsiyamiz bormi? Shu korobka ko'p buzilmasin, ko'proq yursin. Ko'proq xizmat qilish uchun. Avtomat korobka faqat moya hisobida yuradi. Yaxshi moya quyish kerak, vaqtida almashtirish kerak, bee'tibor bo'lish kerak emas. Bo'lmasam rahmat kattakon Zikrullo, mana shunaqa tavsiyalar uchun, mana bunaqangi xizmatlaring uchun. Ko'rdim, ishlaring yomon emas, zo'r, menga yoqdi. Toza, juda tozada, bir qanaqandir bir xirurgicheskiy desa ham men adashmayman. Har bitta detal yuvilib, tozalab yig'ilar ekan, gap yo'q. Rahmat kattakon, sog' bo'ling.